Aziz jurnalist Feruzbekning tashabbusi bilan bu safar jurnalistlarimizga burji boshlaydi berilgani uchun shunaqa rejalashtirdik. Balki orangizda ba'zilaringiz vaqt topa olmay konsertimizga borolmassiz. Albatta bu ham sabab emas, hammasiga bunga ana bizadan nima shunda faqat rahmat barcha faoliyatimizda faoliyat yurayotgan matbuotlardan tashrif buyurgan vakillarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Men nechun sevaman O'zbekistonni, tuprog'im ko'zimga aylab cho'ziyor. Nechun vatan deya yeru osmonni muqaddas atayman, atayman tanho ostida dunyoda. Sen xonima bor vaqtda o'smaydimi o'zga daryo yoki quyoshimi? Sevgimga sabab axir quyoshlik-ku butun Osiyo. O'zbekistonni nechun sevaman, bog'lari jannat, men ko'z ko'rsaman, o'paman tuproqning bebaho vatan, muqaddas atayman, atayman tanho. O'zbekistonni nechun sevaman, bog'lari jannat, men ko'z ko'rsaman, o'paman tuproqning bebaho vatan, muqaddas Ak bulutlar aro iki kabutar, sevgi kanatida yanmayan uçar yüreklarda, cheksiz orzular bilan samoda ikkovim bulutlar uchar. Sevgi kanatida yanmayan yüreklarda, cheksiz arzular bilan
Biz hamular kabi yanma yan yedik. Ah yollarını tere birga yurardi yolcular. Ketidan ergashgan cho'chim oppoq bulutlarga biz maftun edik shunda menlar. Seni yo'qotdim mangu, seni olib ketdim qora bir qayg'u. Endi sen ham mendek yolg'izsan yo'q. Ketdik bu chamanlar bizga qorong'u. Ah gullar, ah kabutarlar sevgi qanotida yonma-yon uchar. Ah bulut, ah gullar, ah kabutarlar o'shal baxtli kunni izlab yig'larlar. Osmonimiz bo'ldi qop-qora, bir zulmat qo'rishardi bizni tobora. Qora bulut aroyizdan bir-birin lochinga bo'ldi qushlar bechora. Oq bulutlar aro ikki kabutar sevgi qanotida yonma-yon uchar yuraklarda cheksiz orzular bilan. Samoda ikkoving bulutlar quchar. Oq bulut, oq gullar, oq kabutarlar sevgi qanotida yonma-yon uchar yuraklarda cheksiz orzular bilan. Samoda ikkoving bulutlar quchar. Mendagi bir havas, mendagi bir orzu sizga yetib bormas, bormas ehtimol. Qo'llarimda zanjir gullardan ey maxluqo, ey gulayon. Orzularni chopgin boltalar, anduhlarni ketgin orqalar. Men devona, men bir mehr talab, ey maxluqo, ey gulayon. Orzularni chopgin boltalar, anduhlarni ketgin orqalar. Men devona, men bir mehr talab, ey maxluqo, ey gulayon. Umurlagan boshlangan bir ko'z
aytmasdiki, nimaga bu safar Xalqlar do'stligi saroyida emas, Turkiston saroyida? U saroyni to'ldira olishingizga ishomadingizmi yoki buni boshqa sabablari bormi? Sabab shuniki, odam ishlagandan keyin pul ishlash kerak. Mani birinchi shior dedim. Masalan, men strategiya qildim shunaqa. Albatta, istiqlol sanasida juda ham ajoyib ishlaganmiz, juda ham minnatdorman. Albatta, masalan, necha davr boshliqlari bo'lsa, man ishlagan paytlarimda 2006-yildan buyon nechta konsert degan bo'lsam, 3-4ta boshliq almashgan. Hammasidan minnatdormiz, hammasi yaxshi sharoitlar qilib berishgan. Lekin rasman Turkiston saroyi ozgina ta'mirli zalda, masalan, yaqin judayam ham musiqa akustikasi yaxshi, mana bular istiqlol saroyiga yomon demoqchiman. Lekin masalan Turkiston saroyi istiqlol saroyidan ijarasi 3-4 marta arzon. Lekin men biletlarimni 3 marta qimmat sotaman. Shunaqa desam to'g'ri bo'ladi. Ya'ni haqiqatda masalan men musiqamni eshitishga kerak deb qo'ysam, sinab ko'rmoqchi emasman. Keladimi yo'qmi? Keladi inshaalloh. Endi to'g'risi yashirmayman, pul ishlash niyatim bor. Qimmat albatta, chunki u yerda eng arzon biletimiz 10 mingdan boshlanib 200 minggacha bor, yoki 30 mingdan boshlanib 300 minggacha bor. Ya'ni bu ancha qimmat. Lekin xalqqa zarar bo'larkan, muxlislarga yozib zarar bo'larkan. Yo'q, xalqqa zarar bo'lmaydi, chunki men nimaga zarar bo'ladi? Hech kim bunda majburlab qila olmaydi, kim xohlasa keladi. Yo, endi masalan bizda albatta masalan bu sharoit ishing haqorat etmoqchimiz, sharoit yo'q, masalan ham ta'minlangan oilalar uchun albatta bizga xatlar kelgan. Hozirda bu narsalar hammasi konsertdan 3-4 kun oldin ta'minlanadi. Qolgan biletga qarab ta'minlanadi. Masalan, mana to'g'risi bir narsa aytmoqchiman, siz gapirishga majburmiz. Ko'z ojizlar jamiyati bor. Bolalar kam ta'minlanmagan oilalar o'zida 100-200 bilet chiqib qoladi. Bular hammasi man to'layman. Chunki har bitta o'rindiq uchun ijara to'lanadi. Buni hisobiga baribir bizning foydamizdan asli qismi aniq qilinadi. Просто konsert odam ishlagandan keyin masalan men shu masalan o'zim aniq masalan baribir xohlaysizmi xohlamaysizmi men Turkistonda qilsam qilmasam reklamani masalan narxi arzonlamaydi. Reklama qilish to'g'ri, men juda ham kam reklama, asosan internet saytlarga profillar orqali hozir ba'zi bir homiylar chiqyapti bizga ham, hozircha aniq emas, balki ular bilan kelishuvimiz omadli yakun topsa, balki ko'chada afishalarimiz chiqadi, lekin men buni taxmin qilaman. Hozircha o'zingiz tashkillasizmi? Ha, o'zim tashkillashiman. 100% jonli ijroda kuylashingizni butun xalqimiz yaxshi bilishadi. Yoshlardan ham muxlislari juda ham ko'p. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda qanaqa bir yangi qo'shiqlar yaratyapsiz? Bu yilgi konsertda alohida bir yoshlar uchun, yoshlarning ma'naviyatini yuksaltiradigan jihatlari nimalardan iborat? Shular haqida ma'lumot Endi ashulachi endi men to'g'risi balki bu savolga javob berish shariy bilimim yo'qdir-ku, lekin juda ham jiddiy savol berdingiz. Jiddiy savolga javob emas, значит bilimim yetadi javob berishga. Albatta bu juda ham hozirgi kundagi og'riqli mavzu, ya'ni yoshlarga qaysidir jihatdan foydamiz tegishi kerak, ya'ni ma'naviyat. Albatta harakat qilaman ijodim davomida yaxshi adabiyot, ya'ni yaxshi she'rlardan foydalanishga. Hozir men ozroq hani bular aytganidek rock dedilar, unaqa rock emas, funk janriga yaqinroq yaqinlashtirsam bo'ladi, ya'ni ishlayotgan musiqa janri pop ishlamayman, pop juda zerikarli janr, juda ham oson janr to'g'risida, hech narsa talab qilmaydi bu janr. Asli hamma ish pop ishlayapti. Endi bor pop janriga ashulalar bilan Maxtumquli,
سعدی شیرازی، حافظ خوارزمی klassik shoirlarimizni she'rlaridan foydalanyapman. Men bilmadim bundan qanchalik foydasi, ma'naviy foydasi edi xalqqa. Asosan, ya'ni o'zimizni klassik so'zlardan foydalanishi, buni ham bir strategiya qilganman, ya'ni zamonaviy tovushlar ostida o'zimizni klassik she'rlarimizni eshitishsin. Ya'ni hozirgi zamonaviy shoirlarni she'rlari emas, ya'ni haqiqatda hozir judayam saviyasi past she'rlar ham ko'p. Bu nimaga olib keladiki, ijodkorlar judayam ko'p ishlashiga. Judayam ko'p ishlagandan keyin musiqada sifat bo'lmaydi, chunki musiqa shunaqa narsa xohlaganda ishlash kerak. Masalan, biz ham hozir ham tayyorgarlik qilamiz, ba'zi bir kunlar ishlagimiz kelmaydi, ya'ni xohish bo'lmaydi. O'zgartirish uchun, yangilik qilish uchun. O'shaning uchun agarki qachonki, albatta savolni cheklashdim, qachonki ashulaning so'zi tobora sifatli bo'lsa, menimcha unchalik ko'p ashula yozish ham kerak emas bo'ladi. Ya'ni xalqimiz uni hazm qilguncha. Masalan, men Maxtumqulining bir she'riga ashula yozdim. Oldingi gazetda aytganman, ya'ni yog'du sochar ketar zulmat tunimda, mening sohib jamolimni ko'rdingmi? Bahor ayyomida Navro'z kuningda mening sohib jamolimni ko'rdingmi? Anqo sifat, anqo ya'ni bilasiz, qush, anqo sifat hu deb ko'kka uchgan qush, kechasi tirikdir, kunduzi behush. Ya'ni anqo sifat hu, ya'ni Allohga sig'inib, Alloh kechasi bilan sig'inib, ya'ni kechasi tirikdir, kunduzi behush, Navoiy jannalik, Navoiy janna, ya'ni Navoiydan tasavvur to'ni deydimi? Navoiy jannalik egni xirqa bo'sh, mening sohib, ya'ni endi Allohga bo'lgan muhabbatlarning, ya'ni oshiqlar oxida, kulzum bahrida, qutbai islomda, Jayhun nahrida, Ka'ba tarafında, Shomda, Iroqda mening sohib. Shunaqa she'rlarni aytaman. Keyin albatta bu ba'zi so'zlarni hozirgi yoshlarimiz tushunmasligi mumkin, lekin haqiqatda ashula yoqib borsa, menimcha shu so'zni tushunishga harakat qiladi deb o'ylayman. Albatta bu o'zbek tiliga bo'lgan, ya'ni o'zimizni tilimizni boyligini ularni isbotlab berishga ko'makdosh bo'ladi degan strategiya bilan yozganman. O'tgan gali shunaqa bo'lgan jurnalistda tartibchi tanqidiy savollar ham bo'ldi. Endi menda tanqid desa ham bo'ladimi bilmadim, lekin o'sha o'tgan gal konsert dasturimizga tushganimizda ovozingiz eshitilmayapti, ko'proq muzika eshitilyapti. O'sha she'rlaringiz ham hozir bizni aniq eshityapmiz, lekin bu konsert dasturimizda to'liq eshitolmadik. Endi bu kamchilikni bartaraf etasizlarmi, sal muzikani pasaytiribroqmi, ovozingizni balandroq qilibmi desangiz, menimcha yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. O'sha bitta qo'shig'ingizni aytdingiz, hozir aytaman, otam aytdi, ko'zingni olaytirma degan qo'shig'ingizni biz tushunmaydik ko'pchilik. Sa'diy Sheroziy, ya'ni yoshlik davronimdan esimda qolgan kitoblarni ham qolgan. Hayitga chiqardim men otam bilan. Davronimdan esimda qolgan. O'yinga berildim, yugurdim, chopdim. Bu bilasizmi, xarakterli muzika. Masalan, xuddi haligi ikkita anaqani, bu yerda ikkita odamlar otasi va o'g'lini dialogini taxminan, endi men shunaqa ketdim, otasi qanaqa holima, otasining obrazni muzika bo'lgan. Masalan, yoshlik davronimdan sizlar rechitativ bu bilasizmi? Kechirasiz. Yoshlik davronimdan esimda qolgan bittasi bilasizmi? Siz faqat masalan 2010-yilgacha bo'lgan musiqiy tushunchalar qolib ketishingiz kerak, o'zingiz aql qilishingiz kerak. Masalan, to'xtab bo'lmaydi. Masalan, o'ta asil trep ham bo'lib ketadi. Masalan, usullarda siz eshitmasligingiz mumkin, lekin siz shunaqa siz eshituvchi emasligingizni ham biz aytamiz. Yillar davomidagi musiqani rivojlanmasi qilasizmi? Masalan,
yoshlik davronimdan esimda qolgan bozorga borardim men otam bilan o'yinga berildim yugurdim shoshdim otamdan olomonning ichra adashdim ota baqirdim ovozim har yoqni buzdi otam yetib keldi qulog'imdan cho'zdi mana shunaqa xarakterni qilib bu ozgina repga yaqinroq lekin hali ketgan gapim ya'ni klassik she'rni ham eshitilish yoshligi bo'lmasa buni hozir yoshlik davronimda esimda qolgan desa eshitmayapti endi bozorga borardim men otam bilan dang dang dum endi bu to'g'risi man qilmoqchi emasman to'g'risi masalan ba'zi man maqomchilik an'anaviy xonandalikda o'qiganman maqom fakultetida menga bir narsasi yoqmasdi o'qituvchilarni qarang maqomni buzmasdan aytilgan bu bo'lishi mumkin emas hech kim fundamentsiz uyda yashamaydi masalan man buzib aytmasdim yangi hovli masalan saroqbor buzadi dilbar sog'in jihati bufroq emish ko'nglim yiroq bo'lsa ko'ngil senam buzgan bo'lardi endi bu faqat naqsh boshlasa eshituvchi kerak masalan man shunaqa aytardim mandan keyin boshqa talabalar aytgisi kelardi mana shuni bilasiz man постоянно man haligi sariqbori buzrukka o'zimni davrimda sariqbori buzrukka shashmaqom ashulalarni shvaga qilib yurardim konservatoriyada kecha hech kim aytmasdi ularni aytishardi endi eskisi ham yozib o'sha masalan rahmatli albatta Alloh rahmatiga olsin Yunus Rajab yozgani qanday bo'lsa shundoq bunaqa bo'lishi mumkin emas unda rivojlanmaydi muzika tushundim endi estradada mana svidjeniya ham estradada ovoz past yuradi tushundim endi unga faqat man aytolmasdim ovoz eshitilishi faqat o'zi masalan studiyada yozilgan ovoz pastroq yurishi kerak masalan 4 ta trek bo'lsa ovoz mana shunday past yurishi kerak tushunyapsizmi lekin bizda shunaqa sistemada ishlaymiz unga ba'zi narsalar javob bermay qoladi unga faqat biz aybdor emasmiz bilasizmi endi balki звукорежиссерga ham endi o'zbek tilini tushunadiganini qo'yishimiz kerak bilmadim ну albatta endi asosan olganda bizani aybimiz bo'ladi chunki eshituvchilar bo'lolmaydi bizlar harakat qilaman lekin ham bo'ladi sizni ijodingiz noan'anaviy boshqalarga o'xshamaydi konsert berish joyini ham noan'anaviy joy tanlash haqida o'ylab ko'rganmiz masalan chet elda mana shu yo'nalishdagi rok fan yo'nalishdagi tolada sahna qurib konsert berishadi tinglovchilarda yerli o'tirishadi yoki turib eshitishadi shu haqida o'ylab ko'rganmisiz yo tavakkaldan endi hozir tollarda konsert berish kerak bo'lgan joylarni hammasi egallab taklif qilsa qo'yib yuboramiz fikrim bor albatta amfiteatrlar bormi bizda shunaqa yozgi binosida bilasizmi ozgina akustika bilan muammo bor pastlik toza havoda pivo bilan albatta zo'r o'zar endi lekin juda ham zo'r haligi ya'ni tabiiy holda ikkita dekoratsiya bo'ladi masalan shomda boshlansa shom tushishidan oldin tabiiy dekoratsiya orqada tog'lar yoki daraxtlar to'rim yostiq sahna bo'lsa keyin u kun botgandan keyin tabiiy holda черный kabinet paydo bo'ladi ya'ni svetовой effektlar bilan asosan Yevropani konsertlarida ko'rganmiz bunaqa hollar man lekin to'g'risi bu haqda o'ylamagandim chunki tog'larda konsert berilgan payt har kun to'y bo'ladi nasib balki qo'yamiz lekin bizda bilmayman qayerda bor amfiteatr bo'lishi mumkin bu narsa hamma narsa narxi dunyo miqyosiga chiqib ketyapti lekin bizda biletni $5 olib chiqib qo'ysa 30 ming so'mga xalq zarar qilarkan deb qanaqa qilish mumkin bu narsani
O'zimni ham ko'ray. Shuning uchun juda qimmat bu narsalar. Men o'zim reklama qilishga qo'rqaman, ishonasizmi? Reklama qilishga, ortiqcha reklama qilishga bu juda qimmat. Shuning uchun hech kim bizani kechirmayapti. Mana masalan, san'at saroylarini qo'rqmasdan ijaralarni ko'tarib tashlashyapti. Lekin uni qaysidir qismiga hech kimni qiziqtirmasligi hech kimni qiziqtirmaydi. Iloji yo'q. Kim to'laydi? Biz endi qarzdor bo'lib ishlamaymiz. Siz aytgan konsertni qilish uchun o'tga 25-30 kilometr apparat olib borish o'ziga ma'lum qilmayapti ekspertiz. Yana svetовой effekt. Ular ham ishlaymiz olib kelgandek qatladandir. Pul bermasa u ham borolmaydi. Faqat shu oxiri kelib tomsoqqa faqat darsga ishlayotganda. Kimsa kimdir eski yoshlarni aytmasa ham har kim 4000 ta odamsa 4000 ta fikri bor. Albatta har kimning haqqi bor. Lekin baribir yengashlarimiz bor. Ikkita sen men o'zingga o'rgatib qo'ymagan mana shular bor. Keyin Muhammad Yusuf Lola jonim Lola qisqaloq degan she'rga shu yozganman. Keyin Yulduz Usmonovani bundan bir necha yil oldin Xorazmning qizlari bosib ketdi hammayda degan ashulasiga ashula yozgan edim. Lekin u kishi yo'llari sababli orqasidan tosh otmaslikka tosh otishni o'zimga joiz ko'rmadim. Mana Xudoning qudrati bilan mana Alloh oxirini bersin. Mana ular ham mana O'zbekistonning xalqi uchun hozirgi kunda mustaqil ijod qilishni boshladilar. Alloh barakasi bersin. Biz ham shuning uchun xush kelibsiz Xorazmga degan ish Usmonovga deb ashula yozganman. Bundan siz bilasiz. 2 yil oldin yozgandim, lekin ba'zi sabablar ko'ra shu ashulaning konsertini aytaman. Chunki men o'shanda Xorazmning qizlari hamyon bosib ketdi deganda ochig'i men ozgina chestimga tegan bu gap. O'shancha rosa tasvirlagan joylarim bor. Konsertda men o'zi aytganim ma'qul. Kim qayerda yursa, yurtim bag'ri kengdir. Qay millatu qay shevadan bari tengdir. Deya ko'rmang bir birovga kim u nengdir. Hasad qilmang Xorazmning qizlariga, yulduz tugal oy chiqolmas tizlariga. Endi bu narsani muzikantlar ham bilmasdi ko'rsangiz, mayli bilsinmasin. O'zi bu gap bu she'r aytmaslik berilgandi menga hozircha. Bizni mayli hech qisi yo'q, qabul qilish kerak, bilinish kerak. Shu menimcha xalq orasida bir narsa ozgina qiziqarli mavzuga aylansa kerak, ya'ni Yulduz Usmonova buyuk san'atkor sifatida hurmat qilamiz, hammamiz ustozimiz. Lekin baribir bu narsani javobi bo'lishi kerak. To'g'ri, balki bundan keyin mana Yulduz Usmonova juda yomon ko'rib qolar, juda menga birga boplab ashula ham yozar, o'zini bilmadim, lekin uni farqi yo'q. Asosan mana singlim, mana opalarimni javob qilishim kerak deb o'ylayman, Xorazmning yigiti sifatida. Instagramda, ijtimoiy tarmoqlardagi harakatlaringiz kimdir to'g'ri qabul qiladi, kimdir noto'g'ri qabul qiladi. Qaysi holatlarda o'zingizni chegaralashasiz? Endi bilasizmi, kimdir mentorimda, meni bilgan odam mentorimda fikri to'g'ri. Meni bilmagan odam har qanaqa fikrga borishi mumkin. Uni menga qizig'i yo'q, to'g'risi. Kimdir narkoman deydi, meni kimdir alkash deydi, kimdir jinni deydi. Lekin meni gapiradi, shuni qiziqtiradi. Men tadbirkorman, ya'ni show biznes. Albatta, balki chegarasi bo'lishi kerakdir, tartibli bo'lishi kerak, lekin tartibli ham qilganim yo'q. Qarasa endi, balki o'sha mentorimning noto'g'ri fikr yuritayotgan muxlislarimiz hali bunaqa narsani qabul qilishga tayyor emasdir. Ular har xil odam bor. Kim uchundir juda ham tartibli bo'lish. Masalan, men uchun odam erkin bo'lishi kerak. To'g'rimi? Masalan, men ertangi kun haqida o'ylamayman ochig'i. Chunki yo'q bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun balki ertangi kun haqida o'ylaydigan juda ham tartiblidir. Lekin meni ham podkastim tartibsizlikka kiradi deb o'ylamayman. Endi men Instagramda ham meni haqorat qilgan odamlar bilan tartibga chaqirishga harakat qilaman.
ya'ni musulmonligingizdan foydalanib saltanatli bo'ling, siz uchun ya'ni qiyomatda bu narsa ortiqchalik qilishi mumkin. Degandan keyin ba'zilar bilan do'stlashib qolganmiz. Menimcha ular bilan urishishim, ya'ni so'kkaniga so'kish bilan gap qaytarishim noto'g'ri deb o'ylayman. Lekin menimcha tartibli qilmagan, chunki men ichmayman. Ya'ni qanday yoshlar tanishib, men ichmayman, chakmayman, yurmayman tashqariga. Javob bermadim lekin savolingizga. Yani chegaralashim kerak, farzandlarim katta bo'ldi, manimcha chegaralashim kerak ozgina. Lekin bilasiz, men emotsionalroq san'atkorman. To'g'ri turib ashula aytolmayman. Qanaqadir o'zimcha qiyoslab yo oddiy. Masalan, o'shanda ham dars boks yozganimni rosa aniq ko'rishdi. Просто bitta bu narsa bor hozirgi kunda. O'zimcha men beatbox ustasi emasman, o'zimcha yozgan edim. Hatto haqi fikr bildirdi. Lekin даже shu narsa yozganga qancha yoshda oldimga kelib maslahat ham so'rab ketdi, to'g'ri aytsam. Shu narsaga biz ham qiziqamiz, eshitib qolasizmi? Mayli kelinglar, bir ikkitalarida kelishgan. Konsertda aytishni rejamiz ham bo'ldi, lekin endi balki bunga ruxsat bo'lmasdi demadik. Lekin o'zimni to'g'ri aytsam, men o'zimni rejalash haqida chegaralash bilasizmi? Men har bir otgan qadamim Alloh bilan bog'liq. Men uydan chiqqanday Alloh o'zing shu qatga boshlasang, o'zingni qismating, o'zing taqdiring. Hech narsadan qo'rqmayman. Nima bo'lsa shu. Asosan to'g'ri bo'lishiga aqlan harakat qiladi. 100% to'g'ri bormaydi deganman. Bu haqda o'ylayman. Asosan shaxsiy hayotimda turmush o'rtog'im bilan bo'lgan aloqadagi minuslarimni qaytarmaslikka harakat qilaman. Asosan. Endi xalq bilan ham bo'lar balki, mana lekin bu narsa esdan chiqdi xalqning xizmatida davomida. Mana endi hamma qatori kamchiliklarim bor. O'sha narsani tanqid qilib boshqa qaytarmaslikka harakat qilaman. Kitob yozish niyatim bor. Albatta yozaman kitob. Lekin bilmadim, buni ham Alloh boshlagan nasib qildi, lekin albatta kitob yozish niyatim bor. O'zim haqimda ham gapirib o'taman o'shanda. Albatta odam to'g'ri bo'lishi kerak, o'zi haqida to'g'ri qilish kerak. Kim bo'lgan odam qoni oqtarib, albatta buning uchun juda katta iymon kerak. To'g'ri gapirish uchun. Chunki bundan odamlarga ancha tarbiya foyda beradi. Ya'ni ba'zi kimlardir o'zini shunaqa bo'lish, to'g'ri bo'lishga harakat qilish boshqa. Endi Zahiriddin Muhammad Bobur ochig'i asarlarini o'qiganman. O'zini hurmat qilaman. Adib shoh, baribir eshitganmiz asosan uni. Ularni bunaqalar taraflarni qizimga buni Mumtoz Mahal, Mumtoz Bonu deb ism qo'yganman. O'g'lini turmush o'rtoqlari. Nabirasi Shohjahon. Shohjahon. Asosan ko'proq u masalan Alisher Navoiy men ko'proq o'qiyman. Bobur haqida asosan bizlar maqomchilar asosan Boburlarga qarab uchramagan ma'lum etgan asarlarni. Assalomu alaykum, mening YouTube kanalda Sardor. Ushbu mart oyida bo'ladigan konsertingizda duet bo'ladimi va ushbu ya'ni Xorazmiy nomida aytayotgan qo'shig'ingiz uchun ham Yulduz Usmonovani taklif etasizmi yo'qmi? Yo'q.
Chunki u kishini taklif qilgan joylari bor, u kishi kelmaydi, o'shaning uchun taklif qilmaydi. Qaysi hamkasblaringizni taklif etasiz san'atkorlar? Va duet bo'ladi. Bilmayman, men hech taklif qilmayman. Ochig'i bu ularni yomon ko'rishimda emas. Balki ishi bordir ba'zilar ishida. O'zingizcha borasiz. O'zim bormayman, o'shaning uchun meni taklif qilmayman. Meni qaysi kelmaydi. Sizni taklif qilishadimi o'zi? Taklif qilmasa javob berasiz. Alisher Fayzni prodyuseri taklif qilgan ikkinda ekan. Bormagan. Qani o'zingiz qo'shig'ingizga o'zingiz fonogramma ijro eta olasizmi? Maxsus ijro eta olasiz. Aytganmanki, men 11-yilgacha qo'rqmasdan. Rosa 15 yil fonogramma bosganmiz. Keyin o'sha bo'ldi. Xohlagan joyda cho'zasiz, xohlagan joyda qisqartirasiz. O'sha maqolada fonogramma etish kerak, qiynalib ketsa kerak menimcha. Sizni qo'shiqlaringiz. Endi yillar davomida meni unga qulbim yetmadi. Jonli ijroda konsert qilishga, chunki meni endi oddiy oiladan chiqqanmiz, uy joyimiz yo'q bo'lgan paytlar bor. Masalan, tramvayda yurgan paytlarimiz endi jonli ijro. Hozir endi Xudoga shukur xalq va shularimiz yaxshi ko'rib, shularga kerak ekanmiz. Endi hozir shunga qulbimiz yetyapti, shuni beryapmiz. Eshitsin odamlar ham mana shu. To'g'ri-ku? Masalan, mana fonogrammani o'sha hozir shuni ham yozmayman studiyada. Chunki yozolmayman. Chunki u menga to'g'ri kelmaydi. Juda emotsional. Qo'shiqni maza qilasizda, qachonlar o'zi maza qilsa, boshqa odam ham maza qila oladi. Siz menimcha qo'shiq aytib maza qilasizki, hech kim o'shani eshitgandan ko'ra. Aytaman ekan, haqiqatdan maza qilib aytaman. Qo'shiqingizni masalan konsertga necha minut ko'ra olasiz? Men konsertni ko'rmayman. Chunki rosa ошибкalarimni topaman-da. Foydasi yo'q bu narsani qaytarib ko'rmayman. Birinchi konsertni ko'rgan edim, 2011-yilgi konsert. Keyin yangi o'sha 2014-yilda o'sha ayol, keyin men o'zimni sevaman. Keyin qalbga zardob bo'lib turganing alam degandagi o'sha haligi ozgina funk janri elementlardan foydalanishni boshlagandan keyin qiziqib ko'rganman o'sha blogini. Keyin yana gibrid yo'nalishga o'tgandan keyin o'sha yana ko'rmayman. O'sha pul keladi, pulni oladi ketadi. Masalan, meni odamim bo'lsa, meni tansoqchim bo'lsa, unga oylik berishim kerak. Buni men ko'tarolmayman. Unga oylik berishim menga ancha bor hali. O'shaning uchun masalan bu haqda men anaqa eshitgim kelmaydi. Ana masalan buni topilsa, shuni men tushunmayman. Men bunga javob berishim kerak. To'g'rimi? Lekin sizlarning bizga men javob bera olmayman, chunki meni odamim emas. Uni telefonni berib gaplashasiz. Bu safargi konsertingizda ham zal dekoratsiyasi kiyimlarga pul ajratdingizmi? Yo'q, nima kerak bor? Bash, nima kerak? Hop, Sizga komfortli bo'lishi kerak. menga nima kerak bor? Menga 5 ta farzandim bor. Shularga kiyintirishim kerak. Nima qilaman men? Kiyim falan. Shuncha kiyim bor. Hammasi qop-qora. Hech kim buni qachon chiqadi. To'g'risi kerak emas. Kastim juda ham kastim bu masala Sizga bo'lsa bo'lmasa cho'ponlar sovg'a qilishgan odamlar tomonidan. Chunki siz baribir milliyligimiz chiroyli bo'lmaydi. Klassik bu konsert kiyimi emas, kastim. Men masalan opera, men masalan Unda sizga kiyim ham konsert kiyimi hisoblanadi. mana bu ham klassik mashina. Plastik kiyimni kimga kiradi? Hech qanday klassik. Hamma kim klassik kiyimiga kira oladi. Konsert odamlar Masalan bir paytlar jinsi yo'q edi. Hamma klassik uchun kiyardi internetdan kestirgacha. Masalan men bu kiyimni shunday tushunmas. Bu kiyim. Tuflisi uni qattiq boshladi. Biz faqat casual kiyamiz burada. Yo'q, menimcha juda ham yaxshi kiyaman. Masalan, raqobat borasida. Oldingi 1-2 yil oldingi intervyularingizda men raqobatchim yo'q degan so'zni aytgansiz. Bu paytda to'g'ri jonli ijroda konsert beruvchilar kam edi. Yo'q edi deyarli desak balki to'g'ri bo'ladi. Bugungi kunda jonli ijroga hamma o'zini uryapti. Demak, shu bilan birga siz raqobatchilaringiz ham paydo bo'ldi degan fikrdamiz. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Raqobatchilarga o'zingizni qanaqa gaplaringiz bor? Sizni musiqiy bilmingiz bormi? Yo'q. Qolganda bu savolni bermaysiz.
borku. Sifri bilim bo'lmagan taqdirda oddiy o'quvchidan shu savol bor. Endi bilasizmi? To'g'ri, men musiqiy bozori ichidagi xonandaman, xalq uchun. Endi jonli ijro deb men aytganman, men shu gapimda qolaman. Jonli ijro qila olmaydi san'atkorlar. Nimaga? Ancha nuqtalarni bilishmaydi. Bilasizmi, masalan, ko'p eshitganmiz, men juda xursandman. Jonli ijro ko'payishi kerak. Bizning xalq ham har bitta san'atkor muxlisi uni og'zini ochgandan keyin nimadir chiqish kerak. Deganlar to'g'rimi? Masalan, baliq boshlab ana qilmaydi. Men xursandman, masalan, Sanam Mamazoitova qildi, Otabek Muhammad Zohid qildi, to'g'rimi? Jonli ijroda konsert. Ozod akani ham fonogramma yozib qo'yib qildi deyishdi, eshitdim. Yana bilmadim, endi bu marketga kirsa kerak, fonogrammadan ijro qiladi, yozib qo'yib jonli ijro konsert berishdan bilmadim. Nimaga jonli ijro yozishmaydi, jonli ijro qilgandan keyin o'shanisi meni qiziqtiradi, to'g'risida. Endi bilasizmi, har bir narsani o'zining urovni bor-da, nozik taraflari. Har bir san'atkorda, xonandada o'zining shaxsiy fikri bo'lishi kerak. Ne только ashula aytish. Kerak bo'lsa, menga o'xshab intervyu ham bera olmayman. Men mana shu derskiy javob berishim mumkin. Masalan, men bu o'tirgan 20 ta odam bu yerda ahmoqlik qilmagan. O'ziga yarasha dunyoqarashi bor, o'ziga yarasha oliy ma'lumotligi bor, o'qiyotgani bor. Masalan, shunaqa savol ber. Masalan, bu narsa press konferensiya degan reklama uchun qilmaydi faqat. To'g'ri, masalan, masalan shu yerdagi odamlar qaysidir gapga hurmat qilmasa, bu kelmasdi. Chunki gazeta to'ldirishga hozir tiqilib yotibdi material. Agar san'atkor haqida yozish kerak bo'lsa, faqat sig'may ham qoladi, to'g'rimi? O'shaning uchun aytmoqchi, nafaqat ashula aytish, o'zining fikri bo'lishi kerak, hayotni sezish kerak. Masalan, o'tirgan bir 1000 ta odamga nimadir eshittirmoqchi bo'lsang, u jonli ijro qilyapti uchun emas, xalqqa xizmat qilish uchun, xalqqa ashula aytish uchun qilish kerak. Avvalo, biz musulmonmiz, tepada Alloh borki, niyatingga qarab senga fayz beradi. Jahongir Otajonov jonli ijro qildi-da, jonli ijro qila olmaydi degan gap uchun jonli ijro qilish bu proigrish. Yutqizish qo'l. Bu uje odamda bilim yo'q-da, bilasizmi? O'sha men bittasiga ham hasadim yo'q. San'at, men faqat xalq, masalan, xalq san'at rivoji tarafdoriman. To'g'ri tushunishni xohlayman. Qiyomatda yuzma-yuz bo'laman, hamma bittasiga hasadim bo'lsa, men ularni gunohini olaman. Bittasini meni noto'g'ri, menga farqi yo'q qanaqa tushunishadi. Men to'y qilganimda, yo'q bittasi menga kerak emas, ularni yo'q, men ularga kerak emasman. Men siz ham bilan ish qilib bo'ladi, men ham shu bilan. Lekin faqat xalqqa, mana shunga bir so'm berayotgan odamga xizmat qilish kerak. Tushunasizmi? Xalq bulardan qo'rqish kerak emas. Iste'molchining huquqi bor, iste'molchi huquqi degan narsa bor. Bizda nima bo'lyapti? Kimdir o'g'irlab mashina yetadi. Kimdir xohlasa bunaqa qilish uchun bermaysanmi? Unaqa bo'lmaydi. Masalan, mayli, mendan xafa bo'lsin, men yomon ko'rsin, miltiq bo'lsa balki otib tashlasin, lekin xalqing o'zing kim aldamoqchisan sen? Kim aldamoqchisan? Seni ham pasportingga unikiga ham o'zbek deb yozib qo'yibdi. Sen chiqasan, sen nimaga reklama qilasan? Sen niyating nima reklama qilib? Xalq tanilgan san'atkor bo'lishdan sen o'z maqsading nima? Faqat Lexus haydab yoki katta uchastkada yashashmi? Shunda shunaqa ham arzon maqsad bor odam. O'shaning uchun meni ishimga qasadmi? Men faqat xalq musiqasi rivoji tarafdoriman. Bittasidan kam joyim yo'q men ular. Bittasidan hech tomon yo'q. Haydaydigan mashinam yo'q, yashaydigan uyim yo'q, kiyadigan kiyimim yo'q, yeydigan ovqatim. Ular 10 so'm topsa, men ham topaman shu 10 so'm. Ularni muxlisi men ekanman. Anani ham yo'q. Men faqat biz masalan agar odam atodan olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda begona odam yo'q, to'g'rimi? Qanaqa biz bir-birimizni aldashimiz mumkin? Manda unaqa yo'q. Lekin siz aytayotgan jonli ijro hozirgi musiqasiga to'g'ri kelmaydi. Mana mashg'ulli musiqachilar. Mayli, asosan musiqachilar kuladi hofizlar ustidan, balki bular ham meni ustimdan kulsa kerak. Nimaga kuladi? Chunki meni ish qilgan ishim kulgili bo'lgani uchun musiqiy tushunchalar. So'rayman, men bularga mana masalan bu Ortiq Otajonovning nevarasi. U ham Ortiq Otajonovning nevarasi, meni jiyanlar. Masalan, bu Shohruxxon bilan ishlaydi, menga yordam beryapti. To'g'risi, bu masalan boshqa guruhda ishlaydi, menga yordam beryapti. Bular ham masalan boshqa guruhda ham ishlab turadilar.
Masalan, men bilan faqat kelishib konsertda ijro qilishga yordam so'ragan. Men aytsam o'zini fikrini. Musiqachi sifatida, men bilan ishlayotgan sifatida emas. To'g'ri. Musiqiy tushuncha bo'lishi kerak bu narsani. Tushunish uchun faqat jonli ijro chiqib turib har bir so'zni, harfi o'zini vazni bor. Ya'ni musiqa gertsda bor, ana o'ynab turadigan. Equalizerda ko'rsak, o'sha narsa bo'lishi kerak. O'sha olib ikkita so'zni va turgan bilan shunda bo'lmaydi. Odam qiynaysiz-da,